Amerika SAC televiziya torining riyosatchisi Peter Bornis 23 dekabr Washington kuzatchisi gazetida maqola e'lon qilib, Amerika Uyg'urlarning qo'riqlanishini unutib qolmasligi kerakligini ta'kidlagan. Peter Bornis Amerika Xitoydagi Uyg'urlarning qo'riqlanishini unutib qolmasligi kerak mavzuliq maqolasida atalmish Şinjandagi Uyg'urlarning yillardan buyon qo'rqinchli irqiy qirg'inchilik xarakterlik Xitoylashtirish harakatining nishoni bo'lib kelganligini bildirgan. Uyg'urlarning majburiy emgakka silinishini tilga elib o'tgan Bornis, Amerika uchun aytganda bu insonparvarlik krizisiga qanday taqobil turish kerak degan bir masala ekanligini bildirgan. Amerikaning eksport kontrolligi va sohasidagi cheklamasi tufaylidan 2022 yil Xitoyning o'zak import va eksporti tuvanlagan. Tambojni bosh idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, bultur 1-oydan 10-oygacha 528 milliard 900 million dona to'plashtirilgan tok yo'li import qilingan bo'lib, bu yil o'xshash mezgilda import miqdori 458 milliard donaga tushgan. Yana bir tarafdan eksport bulturqi 258 milliard 200 million donadan 230 milliard 400 million donaga tushib qolgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi dushanba kuni attigangacha Orol atrofida 71 dona harbiy aeroplanni va 7 urush paraxotining ko'rilganligini xabar qildi. Buning Xitoyning Tayvan havo bo'shligiga bugunga qadar eng ko'p ko'lamlik besib kirish ekanligini bildirildi. Shuning bilan birga, bu harakatning Xitoy armiyasining tunugun Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi kunsiri kuchayayotgan maxfiy yiqilishga qarshi Orol atrofida harbiy manevr elib berayotganligini xabar qilgandan keyin yuz berganligi diqqatni tortdi. Xitoy 8 yanvardan boshlab bu davlatga kirgan kishilarning karantin qilinishining hojati yo'qligini e'lon qildi. Yuqumning 5-ida chet eldan kelganligi uchun 3 hafta deb belgilangan karantin talabi yaqinda 5 kunga qisqartirilgan edi. Tahlilchilar Xitoyning Covid siyosatidagi burilish Rais Shi Jinpingni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi deb qaradi. Koreya doiralari Shimoliy Koreyaning 5 uchquchisiz aeroplanining havo bo'shlig'iga besib kirganligini va ulardan birining poytaxt Seulga qarab uchganligini e'lon qildi. Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotida 5 uchquchisiz aeroplandan birining Seulning shimoliga uchgandan keyin havo bo'shligidan ayrilganligi ko'rsatildi.